Bu videoda biz birinchi tartibli differensial tenglamalar uchun Cauchy masalasining taqribiy yechimini Euler va Runge-Kutta usullarida topishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga quyidagicha masala berilgan bo'lsin. Ya'ni birinchi tartibli differensial tenglamalar uchun Cauchy masalasining taqribiy yechimini h teng 0,1 qadam bilan Euler va Runge-Kutta usullarida toping degan masala qo'yilsin. Bunda masalaning berilishi bizda demak y kvadrat minus x kvadrat boshlang'ich shart 1 0 1 intervallar. Bu yerda funksiyamiz f x y ya'ni y kvadrat minus x kvadrat deb belgilaymiz bu funksiya. Bunda bu oraliqdagi qiymatlarni h teng 0,1 qadam bilan Euler usulida topishni ko'ramiz. Ya'ni xn minus 1 plus h. Ya'ni bu x ning bu oraliqdagi o'zgarish qiymatlarini bu formula orqali topamiz. Ya'ni 0,1 qadamga oshirib boramiz. Funksiyamiz shunda y n teng yn minus 1 plus h ko'paytirilgan f x n minus 1 y n minus 1. Yani bu yerda x n minus 1 y n minus 1 bu funksiyamiz. Bizda demak boshlang'ich shartlar x nolimiz 0 ga teng, y nolimiz 1 ga teng. Ya'ni bizda boshlang'ich shartlar 0, 1 qiymatlarini qabul qilyapti. Biz demak bu oraliqdagi x ning qiymatlarini birinchi hisoblaymiz. Ya'ni n birinchi holda 1 bo'lgan paytida bu x birimiz x0 plus h. Ya'ni h'imiz 0,1 qadam bilan x0imiz boshlang'ich shart berilyapti. Ya'ni 0 x1 ni hisoblaymiz. x0imiz demak bizda 0 plus h'imiz 0,1. Demak x birimiz 0,1 qiymatni qabul qiladi. x2 ham xuddi shunday. Endi o'rniga 2 beramiz endi. n 2 bo'lganda demak x1 plus h. Ya'ni buni hisoblasak 0,1 x1imiz bundan oldingi qadam plus 0,1 0,2 x3 x2 plus h 0,2 plus 0,1 ya'ni 0,3 ga teng. Va hokazo hisoblasak x9 teng x8 plus h. Ya'ni x8imizni hisoblab kelsak 0,8 plus 0,1 0,9 x10imiz x9 plus h. Ya'ni 0,9 plus 0,1 bir qiymatni qabul qiladi. Demak biz 0 dan 1 gacha bo'lgan qiymatlarini h teng 0,1 qadam bilan bo'lib oldik. Ya'ni 10 ta qadamga bo'lindi. Endi biz bularga mos bo'lgan
y1, y2, y3 va hokazo y10'larni topishimiz kerak. Buning uchun biz bu formuladan foydalanamiz. Eulerning formulasidan. Ya'ni n teng 1 bo'lgan holatda formulaga qo'ysak y1 teng y0 plus h ko'paytirilgan f x0 n'ning o'rniga 1 qo'ysak x0 y0. Bizda demak funksiyamiz f x n minus 1 y n minus 1 funksiyamiz bu demak y kvadrat minus x kvadratga teng. Bundan demak y1 teng y0 imiz boshlang'ich shart bo'yicha 1 ga teng. H qadamimiz 0 undan 1. F funksiyaga demak y kvadrat, ya'ni y0 ning kvadrati. y0 ning kvadrati demak bizda boshlang'ich shart 1 ning kvadrati minus boshlang'ich shart x0 ning kvadrati, ya'ni 0 ning kvadrati. Buni hisoblasak 1 plus qavsning ichi 1 0 undan 1. Ya'ni 1 undan 1 ga tengligini keltirib chiqaramiz. Demak, xuddi shu tartibda biz y2 ni hisoblaymiz. Bunda n'imiz ikkinchi qadam. Bunga mos y2 y1 plus h ko'paytirilgan f x1 y1 qiymatlarini qabul qiladi. Formulaga n teng 2 degan 2 ni qo'ysak, bunga mos y2 imiz demak y1 imiz 1 undan 1 ga teng plus h qadamimiz 0 undan 1 f funksiyamiz x1 y1, ya'ni birinchi qadamda biz 0 undan 1 x imiz, y imiz bundan oldingi qadam y1 imiz 1 undan 1 ga teng. 1 undan 1 ning kvadrati minus 0 undan 1 ning kvadratini ayiramiz. Ya'ni bundan oldingi qiymatga bog'liq bo'lib ketaveradi. Buni hisoblasak 1,22 ga tengligini keltirib chiqaramiz. Xuddi shunday n teng 3 uchun y3 ni hisoblaymiz. y2 plus h ko'paytirilgan f x2 y2. Ya'ni bunga mos n ning o'rniga 3 qo'ysak y3 y2 x2 y2 degan qiymatlarni olamiz. y3 bundan oldingi qiymatimiz ya'ni 1,22 plus h qadamimiz 0 undan 1 f funksiyamizning o'rniga qo'ysak, ya'ni y2 imiz 122 ning kvadrati minus x2 ning kvadrati, ya'ni ikkinchi qadam. Ikkinchi qadamimiz 0 unda 2. 0 unda 2 ning kvadrati, ya'ni x2 imiz. Buni hisoblasak y3 imiz 1,4 ga tengligini keltirib chiqaramiz. Demak, 3ta qadamda y ni topdik, ya'ni x imiz 0 unda 2 qadamga keldik. Siz o'zingiz mustaqil ravishda qolgan qadamlarni hisoblashga harakat qiling. Ya'ni y4 imiz y3 plus h f x3 y3 qadam. Va hokazo y10
y9 plus h ko'paytirilgan f x9 y9 qadamlarni hisoblashga o'zingiz harakat qiling. Biz bu misolda birinchi tartibli differensial tenglamalar uchun Cauchy masalasini taqribiy yechishning, ya'ni h ning 0,1 qadam bilan Euler usulida yechishni ko'rib o'tdik. Endi xuddi shu masalani yechimlarini Runge-Kutta usulida ham yechib hisoblab ko'ramiz. Ya'ni Runge-Kutta usulida y1, y2, y3 va hokazolarni hisoblab Euler usuli bilan solishtirib ko'ramiz. Endi biz bu berilgan birinchi tartibli differensial tenglamalar uchun Cauchy masalasini taqribiy yechishning Runge-Kutta usulini ko'rib chiqamiz. Bizda Runge-Kutta usulida K1, K2, K3, K4 qiymatlar beriladi. Ularga mos bo'lgan funksiyalar, ya'ni funksiyaga bog'liq bo'ladi. Bizda funksiya sifatida f x n y kvadrat minus x kvadrat funksiyaga ega bo'lamiz. Bunga bog'liq bo'lgan K1 koeffitsient topiladi, K2, K3 va hokazo. Demak, K2 ning qiymatlari K1 o'zidan oldingi qiymatlarga bog'liq. K3 ning qiymati K2 ga, K4 ning qiymati K3 ga bog'liq bo'ladi. Biz demak K1, K2, K3 larning, K4 larning qiymatlarini topamiz va bu formulaga qo'yib Runge-Kutta usulida berilgan differensial tenglamani yechamiz. Bizga demak boshlang'ich shartlar berilgan. X nolimiz ya'ni 0 ga teng, y nolimiz 1 ga teng. H qadamimiz 0,1 qadam bilan demak 0,1 oraliqdagi yechimlarni topishimiz kerak. Xo'p, bularga mos bo'lgan K1, K2, K3 qiymatlarini topamiz. Ya'ni K1 f demak n teng 0-qadam uchun x0, y0. Demak, x0 boshlang'ich shartimiz bor, y0 shartimiz ham bor. Demak, bunga mos K1 ni topamiz. K1 y0 ning kvadrati, ya'ni 1 ning kvadrati minus 0 ning kvadrati 1 ga teng. K1 ning qiymati 1 ga tengligini keltiramiz. Bunga mos K2. K2miz f demak x0 o'sha qadamda 0-qadamda x0 plus h taqsim 2 y0 plus h taqsim 2 K1. Ya'ni o'zidan oldingi koeffitsiyentga K1 ga bog'liq bo'lyapti. Xo'p. K2 ning qiymatlarini hisoblaymiz. F x0imiz demak boshlang'ich shart bo'yicha bizda 0 plus h qadamimiz 0,1 qadamni 2 ga bo'lamiz. y0imiz 1, h'imiz 0,1 qadam bilan 2 taqsim 2 ko'paytirilgan. K1imiz o'zidan oldingi qiymat 1 ga teng. Demak biz K2 ga mos K2miz f demak bu qiymatlarni hisoblasak 0,5 1,5 ga tengligini keltirib chiqaramiz. Bunga mos K2 ni hisoblaymiz. K2miz teng. Endi buni funksiyaga olib borib qo'yamiz mana. Funksiya berilgan bizda. Demak, y'imiz 1,05 ning kvadrati mana minus x kvadrat. X kvadratimiz demak 0,105 ning kvadratiga tengligi
ko'rinadi. Demak, buni hisoblasak, K2 ning qiymati 1,1 ga tengligini keltirib chiqaramiz. Xuddi shunday K3 ning qiymatini topamiz. K3'imiz demak f x0, ya'ni hali 0-qadam uchun hammasini hisoblaymiz. Plus h/2 y0 plus h/2 k2. Ya'ni keyingi qadamimiz k2 ga bog'liq ravishda o'zgaradi. K3. Demak, buni o'rniga qo'yib hisoblasak, ya'ni f x0'imiz 0 plus 0/1 taqsim 2 y0'imiz demak y boshlang'ich shartimiz 1 plus 0/1 taqsim 2 ko'paytirilgan k2'miz, ya'ni 1/1 ga teng chiqdi bizda. Buni funksiyaga qo'yib k3 teng f 0,05 va 1,055 qiymatlarini olamiz. Bunga mos k3'imiz k3 teng, demak funksiyaga qo'ysak, funksiyamiz berilgan bizda mana y kvadrat, ya'ni 1,1055 ning kvadratidan ayiramiz 0,05 ning kvadratini. Bunga hisoblasak, K3 ning qiymati 1,0525 ga tengligini keltirib chiqaramiz. Xuddi shunday K4 ni ham hisoblaymiz. K4 ning qiymati 0-qadam uchun f demak x0 plus h y0 plus h k3, ya'ni o'zidan oldingi qiymatga bog'liq. K4 f demak x0'imiz 0, boshlang'ich shartimiz plus h'imiz 0/1, y0'imiz 1 plus 0/1 ko'paytirilgan k3 ning qiymati bizda bor mana. Shuni qo'yib ko'paytiramiz, ya'ni k4 teng 0/1 1,525. Demak, buni funksiyaga qo'yib, ya'ni y ning o'rniga 1 mana bu qiymatni qo'yamiz, x ning o'rniga buni qo'yamiz. Bu funksiya bo'yicha bizda demak 1,525 ning kvadratidan ayiramiz 0/1 ning kvadratini. Hisoblasak, K4'imiz 1. Demak, bu K4 ning qiymatlarini hisobladik. Endi bunga mos y0, ya'ni hali biz 0-qadamdagini hisoblayapmiz-da. Shuning uchun y0 n ga 0 bersak, demak bularga mos funksiyamiz y0, demak n ning o'rniga 0 qo'ysak y1 teng y0 plus h/6 ko'paytirilgan k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4 ning qiymatini hisoblaymiz endi. Bu demak 0-qadam uchun y1 ni hisoblaymiz. y1'imiz demak y0 boshlang'ich shartimiz bor bizda 1 plus h'imiz 0/1 taqsim 6 ko'paytirilgan k1 ning qiymati bizda bor 1 plus
K2 ning qiymati bor. Demak, K2 imiz 1 undan 1 qiymat qabul qildi. Plus 2 ko'paytirilgan K3 imiz. K3 ning qiymati demak bizda 1,1105 25 ga teng chiqdi. Plus K4. K4 ning qiymati bizda mana. K4 ning qiymatini 1,22 4. Demak, bunga yaxtlasak, misol uchun 4 deb olishimiz mumkin. Demak, qiymatlarni hisoblasak, y1 ning taqribiy qiymati 1,1108 ga tengligini keltirib chiqaramiz. Ya'ni biz buni n teng 0-qadam uchun y1 ni hisoblab topdik. Ya'ni xuddi shunday y2 ni hisoblashimiz uchun xuddi shu tartibda k larning qiymatlarini x1 uchun, ya'ni 1-qadam uchun n teng 1-qadam uchun hisoblab chiqamiz. Har birini k larni hisoblab chiqib, keyin n ning o'rniga 1 qo'yib y2 ni hisoblaymiz. y2 ni hisoblaymiz va xuddi shu tartibda y1, y2 va hokazo bu oraliqdagi 10 ta qadamda y2, y3, y10 larning qiymatlarini topamiz. Va o'zingiz mustaqil ravishda qolgan qadamlarni hisoblashga harakat qiling. Biz keyingi videomizda MATLAB dasturidan foydalanib, Euler va Runge usullarini xuddi shu misolni yechishni ko'ramiz. Ya'ni unda Eulerda demak y1, y2 va hokazo qiymatlarni 10 ta qiymatlarni Runge 10 ta qiymatlar bilan solishtirib taqqoslaymiz. Bizda demak Euler usulidan ko'ra Runge usuli kuchliroq, chunki bu yechimlarni aniqligi ko'proq, lekin hisoblashda qadamlari hisob-kitoblari ozgina murakkablik tug'diradi. Shuning uchun Runge usuli ko'proq samara beradi. Keyingi videolarimizda Euler va Runge usullarini xuddi shu misolni MATLAB dasturida yechishni ko'rib o'tamiz. Ya'ni MATLAB dasturida Euler va Runge usullarini solishtirib, ularning taqribiy qiymatlarini farqini ko'rib o'tamiz. Ya'ni jadval asosida ko'rib chiqamiz. Videoni kuzatib boring.